Qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Bugun oyijonimning keks egalari keldi. Shuning uchun bismillah deb boshladik. To'liq retseptni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Birinchi bo'lib 3 ta tuxumni chaqib olamiz va ketidan bir chimdim tuz qo'shamiz. Keyin tuxumlarni zbivayt qilishni boshlaymiz. Tuxumni zbivayt qilganimizda shakardan ham qo'shib olamiz. Shakarni hammasini emas, asta-sekin qo'shamiz va oxirida shunaqa massa bo'ladi. Tayyor bo'lgan massamizga pista yog'idan qo'shib olamiz. Pista yog'ini ketidan tabiiy qatiqdan qo'shamiz. Endi esa hammasini mikser bilan aralashtirib olamiz. Shunaqa ko'pirib chiqquncha aralashtirib olamiz. Un qo'shishdan oldin unga razrixlитель qo'shib olamiz. Unni elab olib sekin soat yo'nalishi bo'yicha aralashtirib olamiz. Unni ham shakarga o'xshab hammasini emas, kam-kamdan solamiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng yog'langan qolipimizga un sepib olib, ketidan akkuratni xamirni quyib olamiz. Oyijonimga olchalik keks yoqqani uchun kraxmalga aralashgan olchani qo'shib oldim. Va oshib qolgan xamir bilan olchalarning tepalarini yopib oldim. Endi keksimizni duxovkaga jo'natamiz. Qo'limda soatni tasavvur qilib 35-40 minut kutamiz. Keksimiz pishib chiqqandan so'ng uni idishga ag'darib olamiz. Keksni ustini xohlaganingizcha bezatishlar mumkin. Men shokoladni ganash qildim. Ganash retseptini ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Oxirida shunaqa pritsepkalarni sepib olib, chiroy uchun olchalarni terib chiqdim. Va oxirida shunaqa chiroyli va shirin keks tayyor bo'ldi. O'ylaymanki, oyijonimga yoqadi.